Har kuni minglab odamlar kiberjinoyat qurboniga aylanmoqda. To'xtang, siz bunga tayyormisiz? Bugun siz bilan kiberjinoyatlarning qorong'u dunyosiga sho'ng'iymiz. За киберjinoyat Kiberjinoyat bir jinoyatchi kiberjinoyatchilik ham kiberjinoyat Bugungi kunda har bir sohada jadal rivojlanayotgan zamonaviy dunyoda ilgari bizga noma'lum bo'lgan kiberjinoyat atamasi hozirgi paytda kundalik so'zlarimizning biriga aylanib bormoqda. Endi kiberjinoyat turlariga nazar tashlaymiz. Birinchisi deepfake. Ovoz ortidagi yolg'on. Do'stingizdan ovozli xabar keladi. Alisher, menga pul kerak. Tezda tashlab yubor. Ovoz tanish, gaplar ham oddiy, lekin bu do'stingiz emas. Bu sun'iy intellekt. Sizni chuv tushirishga urinishmoqda. Ikkinchisi bank phishing. Pulingizni o'zingiz berasiz. Telefoningizga SMS keladi. Karta bloklandi. Havolani bosing. Siz bosasiz va o'sha paytdan boshlab kartangiz ularnikiga aylanadi. Eng achinarlisi, buni siz o'zingiz bajarasiz.